4-chi bob. Ey xo'jayinlar, qullarыңlarga to'g'ri va odil muomala qilinglar. Chunki sizlarningmi erishda xo'jayininglar borlig'ini unutib qolmanglar. Duo qilishni to'xtatmanglar. Duo qilganda bütün diqqatinglar bilan duo qilinglar va Xudoga shukr aytinglar. Biz uchun yana shundoq duo qilinglar ki, Xudo o'z xabarini yetkazishimizga yo'l ochib bersin. Shundoq bo'lganda, Ayşo Masih haqidagi oshkorlagan sirni jakarlay olamiz. Men hozir dal mushu xush xabarni yetkizish sababidan kishanlandim. Mening bu xush xabarni qo'limdan kelishicha aniq tushuntirishim uchunmi duo qilinglar. Ayşo Masihga e'tiqod qilmaganlar bilan aloqa qilganda, aql farosatlarini ishlatib, har bir fursatni qo'ldan bermay, xush xabarni yetkazinglar. Ularga qilgan gap so'zlaringlar hamisha yiqimliq. Ularning diqqatini tortadigan bo'lsin. Shundoq bo'lganda, har bir odamga qanday yo'l bilan javob berishni bilib olalaysizlar. Rabbimiz yo'lida men bilan birga xizmat qilayotgan sodiq xizmatkor, söyümlü qerindishim Tikikus, men to'g'riliq barliq ishlarni sizlarga so'zlab berdi. Uni ahvolimizni yetkizish va sizlarni rag'batlantirish uchun sizlarning oldinglarga avatman. Sodiq, söyümlü qerindishimiz ham yurtdishinglar bo'lgan Onesimusnimi uning bilan birga avatman. Ular bu yerda bo'layotgan hamma ishni sizlarga so'zlab berdi. Men bilan birga zindonda yetayotgan birodarim Aristarxus, shundaqla Barnabaning jiyani Markusdan sizlarga salom. Agar Markus yeninglarga berib qolsa, uni topilganimdek kutib elinglar. Yustus deb otilib kelgan Isomu sizlarga salom etdi. Xudoning podshohligi uchun ishlayotgan xizmatdoshlarim ichida Yahudilardan bo'lgan e'tiqodchilar faqat mushularli bo'lib, ular menga cho'ng tasalli berishdi. Ayşo Masihning xizmatkori va yurtdoshlar bo'lgan Epafiradin sizlarga salom. U sizlarning e'tiqodda pishib yetishinglar, Xudoning butkul irodasiga bo'lgan ishonchinglarda chin turishinglar uchun hamisha jon dili bilan duo qilmoqda. Uning sizlar uchun hamda Laodikiya va Hierapolis shahridagi qarindoshlar uchun ko'p ajr singdirib kelganligi to'g'risida sizlarga guvohlik beraman. Qadrli tevib Luqa va Demasmu sizlarga salom etdi. Laodikiyadagi qarindoshlarga bo'libmi Nimfa xonimga va uning uyida jam bo'ladigan e'tiqodchilar jamoatchiligiga salom etqaysizlar. Bu xat oranglarda o'qilib bo'lgandan keyin Laodikiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligi ichidimi o'qilsin. Sizlar yana Laodikiyadagi e'tiqodchilar jamoatchiligi yozgan xatimnimi o'qinglar. Arkipusqa shuni aytinglarki, Xudo uningga topshirgan vazifani cho'qim ado qilsin. Menki Pavlus bu oxirgi salomni o'z qo'lim bilan yezyapman. Mening put-qo'llarimning kishanlik ekanligini unutmanglar. Xudoning mehr shafqati sizlarga yor bo'lg'ay.